Orqa tarafdagi kirish eshigi yong'oqdan bo'lgan bu ham. Endi 180 ga 230 ga bitdi. Go'zal holatda chiqdi eshigimiz. Bu qabrga kirish joyi pastda joylashgan bo'ladi, bilsanglar o'zi qabr. Shunga kirish joyi mana. Go'zal holatda turibdi eshigimiz. Bu ham o'ta moshniy bo'ldi. Ochilib yopilishi. Bunga ham magnit qo'yilgan tagiga. Mana yopilishi. Go'zal bo'ldi bitishi. Va nihoyat bitkazib oldik. Shunaqa ish qachon qilaman ekan deb bir niyat qilardim. Niyatim amalga oshib, Qozog'istonga olib keldik. Xo'p, ko'rinishini ko'rasizlarmi? Go'zal holatda bitgan ishlarimiz. Va bu tarafi bismillah. Qabr taraf. Shu yerda bir qabr bor. Ochilib olishlari moshniy bo'ldi. Go'zal holatda bitti bu ish. Bu ash keyin qo'shilib qolgan ish. Orqa tarafdan ko'rinishi shu eshikni o'rniga qilib berdik. Xo'p, o'xshatishga harakat qildik. Atak mana go'zal holatda chiqdi ishlarimiz. Qulflari ham yaxshi, ochilib yopishlari ham go'zal bo'ldi. Eshiklarni bitta-bitta qilib beramiz. Bu pastki tarafi ziyoratga yoqdi. Bu yerda 1,5 qanotli ish. Qalinligi 5.2 ga chiqqan bular. Mana. Güzel bo'ldi. Orqa tarafi. Hop, orqadan ko'rinishi mana. 3 ta donashimoch qo'yib berganmiz. Yopilishlari go'zal holatda. Like bosib, obuna bo'lib, kerak bo'lsa pastdagi raqamga Telegram, WhatsApp, Maxlardan aloqa chiqa olasizlar. Ishlarimiz ham shunaqa holatda bo'lyapti. Bu navbatdagisi. Yine ochib yopishlari go'zal. İçki taraflari polni travertin qilib, go'zal qilib qo'yishibdi ichkarilarini ham. Bu yana bittasi mana. Xo'p, 70 ga yo 77 ga ekan. Bluetooth 2.5. Bluetooth qorong'uga. Ochib olishlari go'zal. Orqa tarafı. Bu yer koridorcha ekan. Hech nima yo'q bu yerlarda. Bu ham orgacha hech nima yo'q. Xo'p. Ko'rib ko'rasizlar, ishlarimiz yaxshi holatda bitdi. Yaxshi kunlarga endi xizmat qilsin, xudo xolasa. Uzoq yillar ziyoratchilarni bir ko'rganda xursand qiladigan ishlar bo'ldi. Bir duo qilib turishimizni ham. Yaxshi, mana ishlarimizni Allohga shukr eson-omon topshirib oldik. Go'zal holatda bitdi.